Assalomu alaykum. Men Muhammad Kazimov Kamoliddin. Toshkent kimyo texnologiya institutining neft va gazni qayta ishlash texnologiyasida 3 bosqich talabasiman. Bugungi mavzumiz gazlarning fraksiyasini ajratish jarayoni. Bu yerda gazlar S1 vertikal separatoriga tushib, bunda K1 demetanizator kolonnasiga quyiladi. Bunda metan ajralib chiqib, S2 ya'ni vertikal separatoriga ajralib 95 gradusda chiqib ketadi. Qolgan gazlar esa so'rg'ich yordamida K2 detonizator kolonnasiga ajraladi. Bunda etan S3 vertikal separatoriga quyilib +5 gradusda chiqariladi. Qolgan gazlar esa so'rg'ich yordamida so'rdirib K3 depropanizator kolonnasiga quyiladi. Undan keyin propan moddasi +39 gradusda qizdirilib, gorizontal separatorlarga quyiladi. Bundan +36 gradusda qizdirilib chiqib ketadi. Qolgan gazlar esa so'rg'ich yordamida tortilib, K4 ya'ni depropanizator kolonnasiga quyiladi. Bundan chiqib turib, +37 gradusda qaynab turib, +37 gradusda butan qaynaydi. Bu orqali keyin chiqib ketadi.